بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى أشكو فزيلة لكيشلرنا مبارك خير لي تراويحي تلرنا هممزga muborak bot aylasin. Mag'firat dahasi oxirlashib boryapti. Muborak Ramazonni 2-10 kunligi ham inshaalloh oxirgi pallalarda turibdi. Ilohiy mag'firatdan hammamizni Alloh bahramand aylasin. Inshaalloh qori akamiz Ahzob surasini tilovat qiladilar. Ahzob degani guruhlar, toifalar. Hazrati Payg'ambar alayhissalatu vassalomga va mo'min musulmonlarga butun arablar jam bo'lib, bir musht bo'lib Madinada musulmonlarni yanchmoq uchun bel bog'ladilar. 10 ming tishtirnog'i bilan qurollangan arab mushriklari Makka mukarramadan chiqib, chor atrofdan jamlanib Madina Munavvarani qamal qildilar, o'rab oldilar. Ana o'sha sahoba-i kiromlarning sabotlari bilan Alloh taolo mo'min musulmonlarga fath nusrat berdi. Salmon Forsiyni fikrlarga kirib, Payg'ambar alayhissalom Madinani atrofini xandaq bilan o'rab olib kovladilar, ihota chuqurini hosil qildilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalom va mo'min musulmonlar qattiq imtihon, qattiq sinovga qoldilar. Tashqaridan Makka mushriklari yaxlit bo'lib kelganlar, ichkaridan munofiqlar va yahudiylar katta fitna qo'zg'adilar. Musulmonlar o'rtaga qolib ketdilar. Musulmonlarning sabotlari, Alloh taologa ishonchlari, g'ayratlari, sabablar dunyosi bilan foydalanib bel bog'laganlari oxiri musulmonlarning foydasiga jang hal bo'ldi. Alloh taolo Ahzobni guruhlarni hammasini taraqay tarqalishligini iroda qildi. Ana o'sha palladan boshlab islom butun olam sari o'zining bayrog'ini hilpirratdi. Alloh taolo Payg'ambar alayhissalomni bu yerga maqtab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir va zakaralloha kaseera deb marhamat qiladi. Ey mo'min musulmonlar, Allohga, oxiratga iymon keltirgan bo'lsangiz, Alloh taoloni ko'p zikr qiladigan bo'lsangiz bilib qo'ying. Payg'ambar alayhissalom sizlar uchun namuna, sizlar uchun o'rnakdir. O'rnak olmoqchi bo'lsangiz, namuna olmoqchi bo'lsangiz, taqlid qilmoqchi bo'lsangiz, ana shunday mukammal zotga taqlid qiling deb Alloh bod-bod uqtiradi. Chunki bu sura-i muborakda Payg'ambar alayhissalomning oilaviy hayotlariga oid masalalar, ko'rinishlar to'la to'kis shakllanadi. Payg'ambar alayhissalom ahli ayollari bilan qanday muomalada edilar, qanday munosabatda ekanliklarini Alloh bu surada batafsil zikr qilganidek boshqa surada zikr qilgani yo'q. Inshaalloh buni o'qiymiz surani. Mo'min musulmon sabrni, toqatni, dunyo sabablari bilan olishni Payg'ambar alayhissalomdan o'rganmoqligi shart ekanligini, Ahzob guruhlar, toifalar qancha ko'p bo'lsa ham botil haq oldida hech narsaga arzimasligini mo'min musulmon anglab yetadi. Keyin inshaalloh Sabo oyati, Sabo bu yurt, bu diyor, bu ertaklar diyori, uning podshosi ayol Bilqis. U ayol o'zining mamlakatini ertaklar mamlakati, xayollar olami qilgan. Uning mamlakatida mol va mulk, dunyo mashalloh to'kib sochim bo'lgan. O'sha paytda Sulaymon alayhissalatu vassalomning ham davlatlari bo'lgan. Endi Sulaymon alayhissalomning davlatlari xayoliy davlat u ham. Sulaymon alayhissalatu vassalomning harakat tezliklari kuchli bo'lgan. Shamolday harakat qilganlar. Endi o'sha payt eng tez harakat ot tezligi bo'lgan. O'rtacha odamni tezligi 5 kilometr va hokazo. O'sha paytdagi eng kuchli tezlik, eng tez tezlik 60-70 bo'lsa ham, ammo shamol tezligi kerak bo'lsa soatiga 100 kilometrga yetadi.
payg'ambar alayhissalom, ya'ni Sulaymonni tezliklari g'uduha shahrun va ravahuha shahr. Oddiy odamlar bir oyda bosib o'tadigan masofani Sulaymon yarim kunda bosib o'tganlar. Oddiy odam bir oylik masofasini Sulaymon yarim kunda, kunduzi bosib o'tganlar. Sulaymon alayhissalomning xizmatlarida insonlar, jinlar, inslar va hokazo devlar ham Sulaymonga xizmat qilgan. Mana shu ikkala katta mulkni aytadi. Bittasi mo'min musulmon edi, Alloh taologa iltijo qilardi. Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya va ala waliday va an a'mala solihan tardo. Ey Robbim, menga bergan ne'matlaringga shukrona qilmoqlikni nasib qilgin. Ikkinchisi esa oy quyoshga sajda qilib to'g'ri yo'ldan adashgan edi. Alloh taolo har ikkalasini zikr qiladi va iymon kalimasiga bularni jamlaganini aytadi. Suraning oxirida esa ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilalloh vallohu huval g'aniyul hamid. Ey odamlar, Sulaymon bo'lasanmi, Bilqis bo'lasanmi? Hamma odamizot Allohga faqir, Allohga muhtoj, Allohning izmida, Allohning ixtiyorida. Alloh o'zi g'ani, behojat zot va barcha amallari maqtovga sazovor deb Alloh marhamat qiladi. Undan keyin Yosin surasini tilovat qiladilar. Payg'ambar alayhissalom ushbu sura koshkiydi ummatimning har birining qalbida muhrlanganida edi deb duo qilganlar va umid qilganlar. Undan keyin Soffat surasi va soffati soffa, ya'ni saf tortuvchilar. Bular farishtalarning sifatlari. Alloh taolo bu surani farishtalarning sifatlari bilan boshlaydi. Farishtalar nimalarga qodir ekanliklarini, ularga Alloh taolo qanday kuch, imkoniyat berganini aytadi va go'yoki bu sura payg'ambarlar qissasidir. Payg'ambarlar qissalarini Alloh aytadi. Salamun ala Ibrohim, salamun ala Ilyasin, salamun ala Musa va Harun. Alloh taolo payg'ambarlarning qissalarini aytib, har birlarining oxirida Alloh taolo u payg'ambarlarga salom aytadi, salom o'qiydi. Undan keyin Sod surasini qorakam inshaalloh tilovat qiladilar. Mana shu suralarning tilovati bu kechada bo'ladi. Xudo xohlasa maza qilib eshitamiz. Alloh taolo iloho hamma jamoatimizga xayr va barakotni bisyor qilsin. Alloh taolo hammamizni ikki dunyoda saodatmand qilsin. Qori akamizga Alloh kuch-quvvat bersin. Jamoatimizga olimlar borlar, qorilar borlar. Olim o'rtoqlarimiz Muhammad Odilxon domlamiz va u kishining yonlaridagi o'rtoqlari kelganlar. Hammalari inshaalloh hammamiz sizdan duo talabdamiz. Alloh taolo kuch-quvvat, g'ayrat va shijoat bersin.